Shundoq pirogni po'choqqa tashiyotganinglarni bilasizlarmi? Ayrim ayollar muzlatkichdagi sut mahsulotlarini achitib, sasitib, oxiri po'choqqa yoki musorga tashlashadi. Bunaqa holat ko'payib, gunohinglarni orttirmasligingiz uchun qolgan qutgan masallilardan tayyorlanadigan juda pirogim retsepti bilan bo'lishadi. Taroz, mikserim yo'q deydigan kelinlar endi bu bahonanglar o'tmaydi, chunki bu pirog taroz ham, mikser ham talab qilmaydi. Bizga kerak bo'ladi bir dona stakan, taroz o'rnida foydalanamiz. 4 ta tuxumni 2 stakan shakar bilan yaxshilab venchikda ko'pirtirib olamiz. Agar ro'zg'oringizda sut bo'lsa, 2 stakan sut solasizlar. Lekin men uyimda qolgan qutgan slivka, smetana, qaymoqqa sut solib suyultirib oldim. Bordi-yu achib qolgan qatig'inglar bo'lsa, uni ham sovarsanglar bo'ladi. Zarar qilmaydi, ichiginglarga rohat bo'ladi. Hamma ro'zg'orda ham kamchiliklar bo'lib turadi. Mabodo qatig'inglar 1 stakan chiqsa, 1 stakaniga qaynatilgan suv solsanglar ham bo'ladi. Xuddi shu stakanda 1 stakan salat yog' kerak bo'ladi. Men eskirib qolgan sariyog'imni oldin eritib olib, ustiga salat yog' soldim. Endi shu joyda nega stakanni to'ldirib yog' solmadingiz degan savol tug'iladi. Sut o'rnida qaymoqlardan foydalanganim uchun yog'li bo'lib ketmasin degan maqsadda yog'ni kamroq soldim. Suyuq masalani aralashtirib bo'lganimizdan keyin oxirgi etap unga keldi. Xuddi shu stakanimizda 4 stakan un elib olamiz va qumog'i ketguncha venchikda aralashtirib olamiz. Agar kakaoli qilib tayyorlamoqchi bo'lsanglar, 3 stakan un, 1 stakan kakao solasizlar. Endi qizlarjonlar, yaqinroq kelib eshitishinglarni so'rab qolaman. Pirogimiz baland bo'lib ishib chiqishini eng katta siri oxirida solinadigan soda bilan uksuzda. Massamiz tayyor bo'lgandan keyin 2 choy qoshiq soda, 2 choy qoshiq uksuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'pchilik o'rtasida yoki qattiqligiga aralashtirib soladi. Men har doim soda uksuzi eng oxirida solaman. Hech qachon uyaltirmagan, doim baland bo'lib ishib chiqqan. Qolipimizni yaxshilab sariyog' bilan yog'lab, ustidan un sepib olamiz. Qizlar, buni gazli listlarga qilsanglar ham bo'ladi. Katta oilalar uchun juda ham barakali bo'lib chiqadi. Ustiga mayiz, xohlaganingizcha suxa fruktalar bilan bezatishingiz mumkin. Men yong'on o'zi bilan bezatib oldim. Qizlar, hammani gazi har xil. Meniki 200 gradusda 20 minut, yarim soatda pishadi. Kimdirlarda esa 180 gradusda pishadi. Gazinglarni o'zingizlar to'g'irlab olasizlar. Shipashkada tekshirib olamiz. Quruq chiqsa pishgan bo'ladi va shunaqa chiroyli pirogimiz tayyor bo'ladi. Qaranglar, qanaqa balangina, xuddi multfilmlardagi piroglarga o'xshaydi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va ko'p uvol qiladigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Mehmonga borganingizda shunaqa chiroyli piroglar bilan kutib olsin.